Sherz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Siz ko'rib turganimdan juda ham xursandman aka. Vatandoshlarimizdan savollar kelganida zalotaya korona masalasi bo'yicha, ya'ni Rossiyada olingan qarz oyliklar O'zbekistonda qanaqa tartibda undirilishi haqidagi savollar ko'plab tushganligi uchun shu masalaga oydinlik kirish maqsadida siz bugun bezda qildik. Vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Da, sizlarga ham rahmat taklif qilganlaring uchun. Haqiqatda bu dolzarb masala. Biz o'zimizga ham direktga juda ko'p Instagramga murojaat keladi. O'sha Rossiyada bevosita yashab turgan odamlardan. Yaxshi mavzuni ko'targansiz. Keling, buni birgalikda muhokama qilamiz, xudo xolisa. Rossiya Federatsiyasidan olingan qarz oyliklarni undirish tizimi O'zbekiston orqali banklar yoki MIB orqali amalga oshirilyapti deydigan masala ko'p kelyapti. Buning uchun shuni masalaga oydinlik kirish maqsadida sizdan so'ramoqchi edik. Qanaqa tartibda amalga oshirilyapti, Sherz aka? Endi bu tartib bu yangilik emas, bu azaldan bor bo'lib kelgan tartib. Endi ko'p bizni muhojirlar o'sha chet elda Rossiyada yashab turgan fuqarolarimiz bu narsa bilan bevosita stalkivаться, ya'ni duch kelganlari uchun mana shu narsani endi ko'tarib chiqishyapti, endi qiziqishyapti. Lekin bu tartib o'zi azaldan bor, o'sha 2000-yillardan beri bor. Endi mana bunaqa tartib qarang. Rossiya o'zidan o'zi prosta olib turib O'zbekistondagi fuqaroni deylik qarzi bo'lsa qanaqadir birdaniga kartasidan yechib ola olmaydi. Unaqangi tartib yo'q. Buning uchun albatta huquqiy asoslar kerak. Huquqiy asosda o'sha sud tartibida hal bo'ladi bu narsa. Ya'ni sud qarori kerak bo'ladi. Chunki bu holat hammasi Rossiyada amalga oshirilyapti. Rossiyadagi ro'yxatdan o'tgan tashkilot ularga o'sha qarz beryapti, ya'ni kredit rasmiylashtirib beryapti. Mikroqarz bo'lishi mumkin, kattaroq kredit bo'lishi mumkin va o'sha shartnomalarga muvofiq bu masalalar o'sha Rossiya Federatsiyasining hududida Rossiya Federatsiyasidagi sudlar orqali, tegishli sudlar orqali amalga oshiriladi. Endi qanaqa qilib undirish mumkin? Prosta tak undirolmaydi. Rossiyada sud qarori qabul qilinsa ham u birdaniga pulni yechib oladi degani emas, u keyin ijroga qaratiladi. Rossiya hududida ijrosini ta'minlash imkoniyati bo'lmagandan keyin o'sha kreditor tashkilot, ya'ni zalotaya korona bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin, o'sha qarorni O'zbekiston hududida ham tan olinishi choralarini ko'radi. Bu narsalar hammasi o'sha O'zbekiston ham qo'shilgan maxsus konvensiya bor, Minsk konvensiyasi bor, 1993-yildagi va 2002-yildagi Kishinyov konvensiyasi bor. O'sha bu mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarning o'rtasida, ya'ni sud qarorlarini, sud ijro hujjatlarini o'zaro tan olish degan hujjat bor. Lekin mana bunaqa hujjat bor ekan, o'shanga asosan tan olgin degan tartib yo'q. Buni обязательно o'zini maxsus tartibi bor. Ya'ni o'sha kreditor tashkilot Rossiya sudlari orqali O'zbekistonning sudlariga murojaat qilish kerak. Murojaat qilganda ham asoslab mana bunaqa bizda qaror qabul qilinganda murojaat qilish kerak. Ana uni keyin O'zbekiston Respublikasidagi sudlar ko'rib chiqadi. Ko'rib chiqqandan keyin haqiqatda asosli qarorlar qabul qilingan bo'lsa, keyin O'zbekistonda bular alohida ajrim chiqaradi. Mana shu Rossiya Federatsiyasi hududida qabul qilingan sud tomonidan yoki bu sud tomonidan qabul qilingan qarorlar O'zbekiston hududida ijroga qaratilsin degan alohida bir hujjat imzolaydi. Bizning sudlar ajrim chiqaradi va o'sha hujjatga asosan keyin o'sha ijro ishlari qo'zg'atilib, majburiy ijro byurosi orqali undirilish masalasi ko'rilishi mumkin. Prosta tak shunda o'zidan o'zi borib turib ras undirib yuborolmaydi, olmaydi, misol uchun kartasidan yechib ola olmaydi. O'sha hamma tartibidan o'tgandan keyin oxiri O'zbekistonning majburiy ijro byurosiga yetib borgandan keyin keyin haqiqatda kartalardan yechilishi mumkin. O'sha fuqaroni nomida birorta bir mulk bo'lsa, mulkiga qaratilishi mumkin yoki boshqa aktivlarga qaratilishi mumkin. Sherz aka, mana hozir qisqacha jarayonni tushuntirib o'tib ketdingiz. Yana biz bilasiz, endi hozir rasmiy tushuntirganligimiz uchun birinchi o'rinda O'zbekiston fuqarolari Rossiya Federatsiyasida qarz oyliklarini olishyapti, ya'ni kreditni rasmiylashtiryapti va O'zbekistonga to'lamasdan ketib boryapti. Endi bu o'sha sud jarayonlari qancha, misol uchun nimada ko'rib chiqadi? Misol uchun 3 oydan 6 oygacha deyilgan o'zi aslida bu Rossiya Federatsiyasida. Va qanaqa tartibda ular aytaylik o'sha misol mana 6 oydan o'tdi, fuqaro umuman to'lamada, aloqaga chiqmadi va aytaylik umuman yo'qolib qoldi va tashkilot zalotaya korona misol uchun O'zbekistonga murojaat bilan chiqyapti-da va O'zbekiston misol uchun o'sha 6 oy ichida ko'rib chiqiladimi misol uchun va MIBgacha borganicha. Endi qarang, buni точный bir muddati yo'q. Bunday bir ko'rsatib qo'yilgan, mana uncha 10 kunda ko'riladi, boshqa qilinadi, lekin o'sha kodekslarda, misol uchun ish yuritilishi to'g'risidagi kodekslarda определенный muddatlar bor. Deylik fuqarolik mana jinoyat ishlari bo'yicha jinoyat ishini tergov muddati bor, 3 oy, undan keyin sud bo'ladi degan masala bor. Lekin u dalil isbotlarni to'plash bilan bog'liq masala bo'lgandan keyin sudning назначенияsi mana 15 kundan 1 oygacha bo'ladi. Bu o'sha sudyaning sistemada bor bu narsa hozirgi amaliyotda.
ya'ni murojaat qilingandan keyin hammasi avtomatizatsiya qilingan, onlayn tartibda bo'ladi. Ana sudya men olaman bu ishni yoki mana sudyaga beraylik degan narsa yo'q. U o'sha randomni tushadi, ya'ni qaysi sudyaga tushishini sudya oldindan bilmaydi. O'sha sudyaga tushgandan keyin sud o'sha 15 kundan 1 oygacha sud назначение bo'ladi. Sud назначение bo'lgandan keyin ana undan keyin o'sha u sudga havola. Qancha vaqt talab qiladi delani ko'rib chiqish. Misol uchun guvohlarni chaqirishi mumkin, ekspertlarni chaqirishi mumkin yoki chaqirmasligi mumkin, mo'sh bittada ko'rib yorishi mumkin agar sud lozim deb topsa. Bu o'sha sudga havola. Lekin o'sha men yuqorida aytib o'tganimdek, 1 kun 2 kunlik ish emas yoki tam 1-2 haftalik ish emas bu. U Rossiyadagi zolotaya korona bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, addushi harakat qilish kerak undirib olish uchun. Chunki bu bitta Rossiya bilan bog'liq masala emas, butun dunyo shunaqa. O'zi asosan bunaqangi ketib qolsa, odam chet ellik ketib qolsa, boshqa qilsa, bu невозвратный долг bo'ladi. Ya'ni qaytmaydigan qarzlar kategoriyasiga o'tib qoladi bu. Asosan shunaqa bo'ladi. Da, lekin o'sha Rossiyadagi tashkilotlar o'zini manfaatini yo'lida, ya'ni qarzni undirish kerak. Ular ham maksimal harakat qiladi. Ularda ham o'zini departamentlari bor, spesialniy mana shu qarzni qaytarish bilan shug'ullanadigan. O'shalar o'sha sudebniy ish bilan shug'ullanadi, yuristlar bilan birgalikda. Rossiyada imkoni yo'qmi ijroga qaratishdi, keyin o'sha O'zbekistonga murojaat qiladi. Agar misol Turkmaniston fuqarosi bo'lsa, Turkmanistonga murojaat qiladi. Boshqa davlatga bo'lsa, boshqa davlat. Mana misol Yevropa nima qiladi? Yevropada zo'r tartib bor, biz buni o'rganganmiz. Yevropada agar qarz bo'lib qolsangiz, oddiy shtrafga tushsangiz, ketib yorsangiz, sizga o'sha xat jo'natadi ular. Mana og'ayni qarzing bor, to'lab qo'y deydi. Agar to'lamasang deydi, biz senga viza bermaymiz qaytib deydi. Bo'ldi. To есть Schengenni anaqasiga berib qo'yamiz deydi. O'sha beradigan migratsiya slujbasiga beramiz. Shu bilan sen qaytib olmaysan deydi. Bo'ldi. Aksariyat holatlarda Yevropaga qaytib bormoqchi bo'lgan odam o'sha qarzini to'lab qo'yadi. Rossiyada ham endi Rossiyada bunaqa tartib yo'q. O'zbekiston Rossiya hududiga kiritilmaysan, boshqa qilmaysan degan bir rasmiy bir tartib yo'q. Lekin ular mana shu yo'l bilan, ya'ni sud orqali undirish harakatiga o'tishibdi o'zi. Bu ham endi ularni bir harakatidan bilsak bo'ladi. Ular shu nagruzkani kamaytirmoqchi. Chunki haqiqatda ham juda ko'pda fuqarolarimiz qasddan bilib turib, olib turib, ana azaldan olishidan oldin men qaytarmayman, korot, kidat qilaman, zolotaya korona deydigan fuqarolarimiz ham ko'p. O'sha fuqarolar mana bizni ko'rsa, agar sizlarga murojaat, aqlinglar yetsa qarz olinglar. Misol uchun mayli ertaga qarz olishdan oldin yaxshilab o'ylab turib, uni qaytarishni oldindan o'ylab turib, keyin olinglar. Agar unaqangi qaytarish imkoniyatlaring bo'lmasa yoki samnivatsiya qilsalaring, lutchi qarz olmagan ma'qul-da. Tim bo'li tam borib turib o'sha Rossiyadagi tashkilot. Bizda hozir Rossiyadagi umuman holat tushuntirib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda o'sha iskacha, ya'ni o'sha sudgacha ish oshirib oladigan bo'lsa, Rossiyadan chiqishiga taqiq qo'yiladi. Ya'ni o'sha qarzorlarni o'sha to'liq yopmaguncha aytaylik chiqib keta olmaydi yokida kirmaydi. To есть mana shunaqa tartibi bor va unda hozir mana joriy yil 2025-yildan 5-fevraldan reyestr kontrolyuемых лиц, ya'ni biz xalq tilida aytadigan bo'lsak, черный список deyiladi. Ya'ni o'sha reyestrga tushib qolsa, ya'ni qonuniy yurgan bo'lsa, qanaqadir misol uchun o'sha sudebniy ishlari bo'lsa, aynan o'sha bazaga tushib qoladida va baza ularni bank kartalarini, boshqalarini hammasini bloklab qo'yadi. To mana shu ishni hal qilmagunicha, ya'ni bu narsa вплоть до выдворения, ya'ni 2 yildan 5 yilgacha aytaylik, o'sha davlat chiqarib yuborish qarorlari ham chiqadi. Ya'ni bu masalada aytmoqchimanki, biz hozir mana Rossiyadagi holatdan bizga xabarimiz bor. Aynan mana O'zbekistonda bizda har xil ma'lumotlarni, ya'ni rasmiy ma'lumotni izlash qiyin bo'ldi, shu sababli sizga murojaat qildik. Ya'ni biz endi mish-mishlar deymiz, chunki bu faktlarga asoslanmagan. Birinchi o'rinda misol uchun banklar, ya'ni misol uchun o'sha Xalq banki yoki Kapital bank, любой yoki xususiy banklardan aytaylik, уведомлениялар, ya'ni xat qog'ozlari qarzdorligi haqida, ya'ni zolotaya koronadan o'sha banklar bilan qanaqadir shartnoma bor va o'sha banklar fuqarolarning uyiga sizni qarzdorligingiz bor va mana shu qarzorliklarni to'lashingiz kerak degan tizim bor. Lekin qonunchilik bilan qaraydigan bo'lsak, hech qaysi bir bankni misol uchun agar ularning o'rtada shartnomasi bo'lmasa ikki tomonlama, ya'ni qanaqadir bir talab qilish, boshqa qilish huquqiga ega emas banklar. Mana umuman haqqi yo'q, boshqa bir tashkilotning o'rniga kimnidir qarzini undirib berish degan umuman unaqangi vakolati yo'q O'zbekistonda. Yana ikkinchi ma'lumot, ya'ni bitta shartnoma asosida misol uchun ikki davlat o'rtasidagi banklar o'z davlatlarini misol uchun fuqarolarini dandalarini berish huquqiga ega emas. Misol uchun, ya'ni ko'p holatlar, ya'ni biz agar o'sha mish-mishlarga agar asoslanadigan bo'lsak, to'g'ri kelmaydi. Ya'ni tagini fundamentalni qaraydigan bo'lsak, juda ham suxoy. Ya'ni ma'lumotlar. Shu sababli ham faqatgina misol uchun sud orqali va suddan misol uchun majburiy ijroga berib yuborishi va majburiy ijro misol uchun bu masala bilan shug'ullanishi mumkin degan mana shu sal haqiqatga
to'g'ri kelyapti va shu sababli aytaylik bugun mana shu masalalarga oydinlik kiritishga harakat qilyapmiz. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi qonun bor. O'sha qonunga asosan biror bir tashkilot shaxsiy ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga berishga haqqi yo'q. Faqat istisnolar bor. O'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlar jinoyat ishi doirasida yoki sud organlarining talabiga ko'ra berishi mumkin. Atak misol uchun Rossiyadan Zolotoy Koronani telefon qilib, birorta bankka og'ayni men bu nomerini berib yuborgin, men bular daniylarni berib yuborgin, adreslarni berib yuborgin desa haqqi yo'q. Birorta bankni u yoki bu tashkilotga o'sha nimani taqdim qilib. Tiem bo'lib bu narsa bank siri hisoblanadi. Bank siri to'g'risidagi qonun bor. Bank siri to'g'risidagi qonunga asosan вообще haqqi yo'q birorta bankni kimgadir ma'lumotni taqdim qilishiga. O'sha определенный bir istisnolardan tashqari. Lekin agar haqiqatda xatlar kela turgan bo'lsa, qaysidir bankdan shu u yoki bu fuqaroga sani bir Portugaliyadagi qarzing bor, Rossiyadagi qarzing bor, to'lab qo'y degan xat kelsa, agar rasmiy Ushbu harakatlar hammasi noqonuniy hisoblanadi. Bu harakatlar noqonuniy, qonunga xilof hisoblanadi va bu harakatlarning ustidan bemalol shikoyat qilsa bo'ladi tegishli organlarga murojaat qilib, mana shu bank meni endi bank grubo говоря, agar haqiqat bo'lsa shu gap, birorta bank shu bilan shug'ullanib turgan bo'lsa yoki tashkilot, u tashkilot reshalalik bilan shug'ullanyapti deganda, ya'ni tipa undirib beruvchi roliga o'tyapti-da, qarzni hal qilib, men undirib kollektor degan rolga o'tyapti. Bu juda ham noqonuniy va haqiqatda agar shunaqangi narsalarga duch kelsa, o'rnatilgan tartibda bemalol shikoyat qilsa bo'ladi u yoki bu fuqarolarni. Boshida aytib o'tdingiz, ya'ni ushbu qarzorliklarni yopishga ko'zingiz yetsagina, ya'ni qayerda nimaga qo'l qo'yganingiz boshqa. To'g'ri, bu endi globalniy, to'g'ri aytdingiz, bu globalniy maslahat. To есть mana aqlinglar yetsa olinglar degan. Endi men jaydari gapiraman, boricha to'g'ri qabul qilishadi degan umiddaman. Ertaga sherlegal aqling, paqling degan gap tarqatishmaydi degan umiddaman. Endi bu asosiy bir globalniy maslahat. Lekin realniy mana bunaqa yuridik maslahatga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda shartnoma bilan tanishish kerak. Kimdan olyapti o'zi u kreditni, qarzni, qaysi tashkilotdan olyapti? Может, moshennik tashkilotdir, может, u tashkilotda litsenziyasi yo'qdir. Обязательно litsenziyasini tekshirsin. Qaysi tashkilotdan olib turganiga aniq amin bo'lsin. Chunki A tashkilot kredit berib turgan bo'lishi mumkin, ertaga B tashkilot sudga berishi mumkin. U o'zi noqonuniy narsa bo'ladi-da. B tashkilot bilan deylik hech qanday Zolotoy Koronadan olganda boshqa bir bank Rossiyadagi mikrokredit tashkilot sudga beryapti. Bu bilan buni aloqasi yo'q, допустим. Endi yoki Rossiyada mana kollektorlar degan xizmat bor-ku, kollektorlar berishi mumkin. Kollektorlar shug'ullanishi mumkin. Ular bilan bemalol gaplashmasa ham bo'ladi. Shuning uchun litsenziyaga e'tibor berish kerak. Keyin shartnoma shartlarini обязательно o'qib chiqish kerak. Ko'pchilik nimaga o'rgangan? Bunda uzun qog'oz bo'ladi-da, oxiriga tushib turib bitta galchkan bosadi, "Assalomu alaykum" deb bosaveradi. Unaqa qilish kerak emas. O'sha uzun qog'ozni ichida yozib qo'yilgan hamma narsa, qaysi shartlar, qanchada penya tug'adi, qanchada foiz bo'ladi, qanchada shtraf bo'ladi, nima oqibatlari bo'lishi mumkin, hamma narsa ko'rsatib o'tilgan. Endi agar bu narsani tushunmasa, deylik yoki tilni bilmasligi mumkin. Shuni oqibatida ham ko'pchilik pand yeb qo'yadi. Yo o'sha perivodchidan so'rash kerak, "Men buni o'qib bergin" deb. Meni maslahatim huquqshunos bilan maslahat qilish kerak. Shu joyda qarz olyaptimi? O'sha huquqshunosga mayli $3000 qarz beryapti deyapsiz. O'sha $3000 $100 bersin huquqshunosga, допустим. Men shu bilan tanishib bergin desin, huquqshunos aytadi, "Yo og'ayni, kerak emas" deydi. Bu juda ham foizi yuqori ekan. Bu shartlari juda ham og'ir ekan. Ertaga $3000 da sen deylik $15000 qilib qaytarasan ekan degan fikrlarni aytgandan keyin yaxshilab tanishib chiqqandan keyin ana undan keyin qaror qabul qilib bemalol olsa bo'ladi yoki olmaslikka qaror qabul qiladi. O'shanda biladi qayerda ko'riladi deyli. Может быть shartnomada yozib qo'yar. Primoy O'zbekiston bilan hamkorimiz bor. Mana u narsaga kelishdik. Biz ertaga O'zbekistondagi представительствоmiz bor. O'sha представительствоmiz допустим sudga berib undirib olishi mumkin degan narsani yozib ham qo'ygan bo'lishi mumkin. Agar haqiqatda Zolotoy Koronani O'zbekistonda rasmiy представительствоsi bo'lsa, u Rossiyadan emas, O'zbekistondan turib ham bemalol bersa bo'ladi. Lekin baribir Rossiyadagi sud bo'lmadimi? Mana bu xalqaro shartnomadan emasda, bu yoqdan turib haqiqatda rasmiy birorta betdagi bir filiali bo'lsa, bu ham bemalol berishi mumkin. Chunki
bitta tashkilotning nomidan harakat qiladi ular, litsenziyasi ham bitta bo'ladi. Yaxshilab e'tibor berish kerak, ya'ni 7 o'lchab bir kesish kerak. Bu qarz degan narsa yaxshi narsa emas. Ertaga odamlar shuni orqasidan turli xil salbiy oqibatlarga kelib qolishlari mumkin. Biz ushbu hozir suhbatimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, barcha qarzdorliklar, o'sha Zolotaya korona, mikrozaym, boshqa qaysi tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar, barchasi agar sud biz uровнida gapiradigan bo'lsak, albatta O'zbekiston orqali, ya'ni majburiy ijro orqali ular hamma summalar undirib olinadi, tushunishim bo'yicha. Shunaqa. Endi bitta bu fuqarolarga ham foydali joyini aytib o'tib ketay. Foyda maslahat emas, realniy faktni. Agar realni, misol uchun, qarzni to'lash imkoniyati bo'lmasa, yo'q deylik, bu oldi, ishlatdi, boshqa qildi, penya tug'di, sudga berdi, sud qarori chiqdi, O'zbekistonga keldi, ijroga qaratdi, majburiy ijro keldi, boshqa qildi. Agar nomida hech narsa bo'lmasa, daromadi bo'lmasa, hech narsa qo'pol qilib aytganda menda yo'q hech narsa, mana otib tasha deydi-yu, o'shanaqa holat bo'lsa, o'shanda haqiqatda u nevozratni dolg bo'lib qoladi, ya'ni qaytmaydigan qarz bo'lib qoladi. Shu bilan osilib turadi u narsa. Ya'ni ertaga u odam rasmiy daromad topishni boshlasa, o'shanga qaratishi mumkin. Nomiga nimadir mulk olsa, o'shanga qaratishi mumkin. Lekin agar haqiqatda hech narsa bo'lmasa nomida, hech qanaqa daromati bo'lmasa, endi har xil holat, shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin. O'shanaqa momentda u kelib turib, oilasi bilan yashab turgan uyda hech kim olib qo'ya olmaydi yoki ustidagi kiyimini yechib qo'ya olmaydi itagdali. Mana shu narsani ham bir gapirib o'tish kerak. Bu degani qarzni berib to'lamanglar degani emas, to'lash kerak qarzni. Lekin haqiqatda to'lov qobiliyati bo'lmasa, olgani hech narsasi bo'lmasa u odamdan, misol uchun majburiy ijro byuro ham itagdali, qaytarilmasa uning jinoiy javobgarlik yoki ma'muriy javobgarlik, yana qanaqadir qo'shimcha javobgarliklar bo'lmaydi. Ya'ni hozir siz aytib ketayotgan narsa bu holatlardan biri bo'lishi mumkin. Na samom деле реально o'sha odamda aytaylik to'lash imkoniyati bo'lmasa, demak aytaylik u narsa как bo'ynida bo'lib turadi, lekin aytaylik o'sha yashab turgan joy yoki javobgarlikka unto'z olib qo'yilmaydi, tortib olinmaydi. Va undan tashqari ushbu qarzdorlik bizni o'sha fuqarolarning O'zbekiston Respublikasida qanaqadir bu narsani jinoiy ish ochilib, endi bu jinoiyga emas, balki ko'proq ma'muriy bo'lishi kerak. Ya'ni ularni ozodlikdan mahrum qilish degan bir nimalari yo'q, to'g'rimi? Umuman bu narsani вообще o'ylamasin, kim gap tarqatib turgan bo'lsa ham gapirmasin. Hech qanaqa bu fuqarolik munosabatlari, bu yerda hech qanaqa jinoyat yo'q yoki huquqbuzarlik yo'q. Bu ikkita shaxs o'rtasidagi fuqarolik munosabatlari. Grubo говоря, bittasi pul beryapti, u men qaytaraman deyapti. Qaytara olmadimi? O'rnatilgan tartib bor. Undiralsa undirsin. Undirishning imkoniyati bo'lmasa, unda kutib turadi. Qachon pul paydo bo'lishini. Mana shunaqangi oddiy prinsipda ishlaydi. Hech qanaqa qo'shimcha javobgarlik, qamab qo'yadi, olib kirib qo'yadi, balobatlar, unaqa narsalar yo'q. Sherztaka aynan mana shu masalalar bo'yicha aniqlik kiritmoqchi edik. Ya'ni bugungi kunda o'sha majburiy ijrodan yokida sudlardan qog'oz kelinishi aynan Zolotaya koronadan bugungi kunda juda ham ko'plab bizga vatandoshlar olganligi uchun bu endi hozir trendga chiqdi deylik. Trend agar biz shunaqa bo'lsak, ya'ni juda ham ko'plab xatlar kelyapti va O'zbekistondan ham ko'plab blogerlar ham chiqishdi, vatandoshlarimiz ham chiqishdi, mana shunaqa holatlar bo'lyapti deb. Shuning uchun qisqacha hamma savollarimizga javob berib o'tganingiz uchun katta rahmat. Bu siz bilan o'ylaymanki yakuniy bizning intervyuimiz emas, ya'ni yo'q, xudo xolasa bemalol savollar bo'lsa chiqaveringlar. Unaqa qo'rqish kerak emas. Bu oddiy holat, fuqarolik munosabatlari, uni hammasini tartibi bor. Endi hozir mashinniklar ham jo'natyapti. Har xil xatlar, qarzingiz bor, MIBdan, adliyadan, aytdan bu yerdan kelyapti. Shunga ogoh bo'lishsin, tekshirishsin. Haqiqatda qaysidir tashkilot jo'natdimi, yo'qmi? Zolotaya korona jo'natgan bo'lsa, jo'nataveradi u. U любой, siz Ispaniyada bo'lsangiz ham o'sha yerga ham jo'nataveradi. Chunki o'zini ishini qilyapti. Bu eng qarz undirishdagi birinchi qadamlardan biri. Lekin agar O'zbekistondan qaysidir tashkilotdan kelyaptimi, pожалуйста, uni borib tagiga yetib, huquqiy asosini so'rab, agar noqonuniy jo'natishgan bo'lsa, ular ustidan shikoyat qilib o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqishlarini so'rash mumkin vakolatli organ. Mana shunaqangi gaplar. Katta rahmat. Sherztaka o'ylaymanki vatandoshlar. Sizga ham rahmat. Mana shunaqangi bizni fuqarolarni, muhojirlarni o'ylab, ya'ni ular huquqlarini himoya qilish yo'lida harakat qilib, mana shunchalik mana qayg'urib bir videolar tayyorlab, shu bizga chiqib mana videolar qilaylik deganingizga bu juda ham katta narsa. Har kim ham qilmaydi bu narsani. Mana men hammaga aytaman, Rossiyada misol uchun kimga xizmatlar kerak bo'lsa, doim mana sizlarga maslahat beramiz, sizlarga kompaniyaga murojaat qilsa bo'ladi, yuridik yordam olish uchun. O'zbekistonda kimgadir agar yordam kerak bo'lsa, bizni kabinetlarimiz, ofislarimiz hamisha ochiq, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Albatta. Katta rahmat. Sog' bo'ling, rahmat, ishlaringizga rivoj, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat.